Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Men Rustamov Abdulloh Rahimovich Toshkent shahridan keldim. Doktor Family klinikasiga. Oyog'im ko'ksa artroz 3-anaqa darajali deb tashxis qo'yilgan Toshkentda. Bu yerda o'rtog'imni avvalambor keyin internetdan eshitib keldim. Hamma sharoitlar yaxshi, rahmat. Doktorlar Bahodir aka Sanjarov, Shavkat aka Boltaboyev juda yaxshi doktorlar ekan. Bular ajoyib menga yaxshi qarashyapti. Ancha yengil tortdim. Toshkentda bunaqani ko'rmadim lekin. Shunda Toshkentdan keldik biz. Namangan shahriga. Namanganliklar ham juda yaxshi odamlar ekan. Mehmondo'st, rahmat shularga. Bahodir aka shunaqa aksiya degandan keyin Bahodir aka bilan gaplashdim. Sanjarov Bahodir aka bilan. Aksiya qilib berishdi. Men 2-guruhga invalidligim uchun o'zi ro'za Ramazon oyiga 50% skidka qilib berishdi. Menga 100% qilishdi. 2-guruhdan men hamma bunaqa sharoitim og'irligi uchun menga shunchalik qilib berishdi. Ularga rahmat. Alloh ish qilib ishlarini rivojini bersin bularni. Hammasi sog' salomat bo'lsin. Mana shu doktorlar hammasi sanitarlar, medsestralar xizmati juda yaxshi. Kelsanglar hech qachon afsuslanmaysizlar. Hamma xizmatlar yaxshi bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.